ayolimni yaxshiligidan aka. Ya'ni orqa ko'chadagi Nozim bor-ku. Nozim? Nozim. Ha, kechagina yaqinda to'y bo'lmadimi? Ha, kuni kecha bo'ldi. Xo'p. Kecha ayolini haydab yoribdi shu. Eng kelinchini. Ne? To'g'risini aytsam, qiz bola chiqyapti. O'zi mashina qizli ko'payib ketdi-da. To'ygacha yurib oladi, yotib oladi-da. To'ydan oldin bitta doktorga borib, keyin sponi yo'q qolib tegib ketyapti. Xudodan qo'rqmaydigan marazli. O'zicha aldab, nomimni oqlab olaman deb tegib oladi. Lekin kimni aldaydi? O'zini aldaydi-yu bu. Ertaga unaqa ifloslarga Xudoning oldida javobi bor. Buni qo'ygan, mashinangiz nima bo'ldi? Botir akam deymi? Ha, yuryaptimi? Hayotimda ko'rgan eng chiroyli joylar shu yer. Siz meni gunohimga ko'z yumib, rozi bo'lganingiz evaziga Alloh sizdan rozi bo'ldi. Meni ham tavbamni Allohim qabul qilib, menga ham jannatni lozim ko'rdi. Teparoqda tepaliga ko'ryapsizmi? Bitta chiroyli qasr bor. Unga kiraman desam, u seni eringniki. Erinsiz kira olmaysan deyishdi. Rahmat sizga. Men sizni kutaman. Birga kiramiz. Bu odam meni shunchaki ustimdan kulyapti. Sezdirmasdan tiriklay meni vijdon azobida yerga ko'mmoqchi. Yetar. Yetar. Kitob o'qib o'tiribsiz. Nimaga unaqa muomala qilyapsiz? Sizga har qaraganda meni vijdonim qiynalib ketyapti. O'zingiz ham bilasiz-ku, arzimayman bunaqa muomalangizga. Men javobimni bering. Men ketaman. Men vijdon azobida qiynalib ketyapman. Meni vijdon azobida o'ldirmang, javobimni bering, ketaman. Hamma gunohlarimni bo'ynimga olib ketaman. Juda yaxshi kitob ekan. Ichida bir gap yozilgan ekan. Keyin bu joyga boramiz. Kitobda yozilgan narsa mana o'sha yerda senga aytib beraman.